Hech qanaqa mikser va duxovkalarsiz shunaqangi og'izda eriydigan desert tayyorlaymiz. Birinchi ishni bolajonlaringiz yemayotgan pechenyelarni kofega botirishdan boshlaymiz. Bir qavat terib chiqqanimizdan keyin kremini boshlaymiz. Qaymog'i, sgushenniy molokoni yaxshilab aralashtirib bitta massa hosil qilib olamiz. Mana kremimiz ham tayyor. Endi pechenyelarimizni ustidan yupqaroq qilib kremimizni surtib olamiz. Ikkinchi qavatiga ham pechenyelarni kofega botirib surtib oldim. Kremimizni orasiga nachinka qilib banan malinalardan foydalansanglar bo'ladi. Men banandan foydalandim. Shunaqa ta'mi zo'r chiqadi. Oxirgi sloyi, ya'ni oxirgi pechenyelarimizni qo'yib, yana ustidan krem qilib, ganajimizni eritib, xohishga ko'ra bezatib olamiz. Shunaqa ta'mi zo'r bo'ladi, qizlar. Ish degani albatta kamchiliksiz bo'lmaydi. Bu orada Kripsi menga yordamga keladi. Kiyimdagi dog'larni, hattoki yangi tug'ilgan chaqaloqning kiyimini ham bemalol Kripsida yuvsangiz bo'ladi. Sababi bu gipoallergen hisoblanadi. 0+. Shuning uchun o'zingizni, farzandlaringizni, yangi tug'ilgan chaqaloqni ham kiyimini yuva olasiz. Birpas xolodilnikda turgan desertimizni endi tatib ko'ramiz. Shunaqa ham ta'mi zo'r chiqadi, qizlar. Albatta uyda tayyorlab ko'ringlar. Mazasi og'zingizda qoladi. Bu orada Kripsi bilan kiyimlarimiz oppoqqina bo'lib yuvilib chiqdi. Hidini esa gapirmasa ham bo'ladi. Butun uyni tutib yubordi. Albatta sizlar ham bitta ishlatib ko'ringlar. Menga rahmat deysizlar.